1 2 3 tay. Salom jigarlar, sizlar bilan Sarvarbek Gaming. Bugun biz mana shu 48-sezon, ya'ni hozirgi sezonni Brawl Pass'ni ochib chiqamiz. Bu yerda ofisi 121 ta sovg'ani ochib chiqamiz. Unda oldin esa men sizlar uchun hozir Brawl Pass'ga pul sarflab pul olaman. Endi sizlar bittani obuna bosib qo'yinglar jigaringda. Like, comment ham yozinglar. Nasıl boshlaymiz hozir? Agar sizlarga game yoki Brawl Pass'lar kerak bo'lsa, menga murojaat qilishinglar mumkin. Narxlarni esa Telegram kanalida ochib qo'yaman. Telegram kanaliga mana shu YouTube kanalimning shapkasi turgan havola orqali o'tib olishinglar mumkin. Biz boshladik. Avval mana shu kalit, game tangani olib chiqaylik, keyin yashikni ochamiz. Mana o'sha titul Sandstorm. Kim ayni tarjimasini bilsa kommentar yozib qo'ysin. Biz bir boshdan yashikni ochish boshlaymiz. Hozir bizda 23622 ta tanga, 8948 ta PowerPoint va 126 ta game, 34000 ta bling yig'ildi. 126 ta Maşın pijası ikinci yetmez ekende. Açıyor başlayalım. Megabox 9 mancı hiç narsa düşünmedi. 9 olsa. Bunda hiç narsa düşünmedi. Çalıştım. Hiç narsa düşünmedi. Bir narsa ver. Mifik olan diyor. Hoş. Kendisi burada işler teori yapıyor. Brawl YouTube için öğrenmedi. Fakat red shot mu? Okra narvan içse gerek. Bize izah oldu. Mifik. Lege. Lege olmalı. Kit. 79 segemli etkinlik. Altay narvani. Hoş. Bunda yana hiç narsa yok. Kendisi süperi epik. Mifik daha. Epik oldu. Çağsırobun narman olmadı ya. Hatta çağsırobun ultra olsa, saksı ultra olsa biz de istiyor. Yanlış narsa yok. Yok. Star drop'la uzun değil mi? Çağıran uzun. Normal süperiyor ya sıradakileri. Epik. Lege. Davay lege. Ultra ona qarab turinglar. Ultra. Bo'lmadi ultra. Davay ochamiz. Nima tushadi o'ylaysizlar? Qani 1 2 3
giper zaryad. Normalniy lekin bu giper kerak bo'lishini. Legendani hero ochamiz. Oxirida. Yo'q. Starcraft juda omadli emas, to'g'ri. Starcraft. Chaosmi? Nima chaosmi? Lega. Yana bitta lega. Ultra bo'ladi. Ultra davay. Yo'q, yana lega bo'ldi. Davay 1 2 3. Like bosib qo'yinglar, jikanlar hozir ochamiz. To'g'risi normal narsa tushirib beradi. Yoki 1000 ta kredit yoki 100 ta game tushirib bersa, kayf bo'lardi. Vay, Star Power nima kerak menga bu? Mana yaxshi ochamiz. To'qqiz hech narsa bermaydi. 10 ta kredit berdi, xo'sh, legendani ochamiz. 1 2 3 ketdi. Oxirgisi shu. Shu normal narsa beradigan umiddaman. Yana Star Power. Hop, bizda ofisi 2 ta dona legendani Chaos Rob va bitta lega Star Drop berdilar endi. Xo'sh, endi mana skin olamiz. Mana bu Guardian skinim chiroyli emas-ku-na. Mesela yoqdimi shu? Masalan, umuman yoqqani yo'q. Mana Lilin skini biznes chiroyli. Davay olamiz-da. Davay. 1 2 3 ketdi. Yo, bitta beradimi, 3 ta beradimi hozir? 3 ta beradi, хорошо. Yon chiroyli skin ekan-a. Normal skin ekan. Xo'sh, nima olamiz? Mana shundan bitta olamiz, biling nima kerak, bilingda qo'ying. Biz naqd 26,000 ta tanga va 11,000 ta Star Power yig'ildi. Va 126 ta game. Endi mana buni olib chiqamiz. Ikkita bo'ldi. Nega? Va ikkita lega. Da normal narsa chiqadigan umidda o'zi 1 2 3 ta. Yaxshi, 1000 ta kredit. Хорошо. 1000 ta tanga. Xo'sh, men legendani Drop. Давай. Хорошо. O'zi 11 skin edi, giper kerak. Mana Chaos Rob. Bismillah deb ochamiz. Bu ham ish normalni o'zgaradi bizga. Давай. Epic bo'ldi. Tugadi buni ham. Star Power olindi. Shunisi normal ekan. Menga ham giper olindi, хорошо. Qani? Voron. Mana shu ham giper pisiz-a. Bitta granatdan shin giperini. Shun giper yomon yoqadi bora. Borib qaytadan qilishganlar shuni. Kayf. Normal bo'ladi. Qaysi bir olib kuchaytiramiz? Drakon kuchaytiraymi? Drakon qani? Mana biznes yoqqandan shu bir olib bor. O'zi qaysimi? Go. Gas, Dragon kuchaytiramiz. 11 silo bo'ldi. Mana bu yerdan olamiz. Qaysi bir yaxshi? Qaysi bir yaxshi? Mana buni olamiz. Giperni olamiz. Qaysi bir yaxshi? Yana qaysi biri? Mana zo'rdami? Oxiri joni bir qo'yganda bizda yordam beradi. Qaysi bir yaxshi ekan-a? Menimcha, mashina olsam, menimcha Draco aylansa jon turadi. Yaxshi. Shu endi buni max qilish kerak va sizlar bilan birga max qilamiz keyingi videoda. Yana qaysini? Emizini da giper bor ekan. Xo'sh. Shunisi normalmi?
Toshni olamiz. O'tda tezroq giper to'lish kerak bizga. Gadjet to'lishi uchun. Va bizga 5000 tanga qoldi. Forgive my intrusion. Spike. I mean no harm. Qaysi giper bu changchi turaman. Hech qanday. Bu ana. Giper bor ekan bu yerda. Mana qaysi? Bo'ldi. Bini kuchaytiramiz. Bu. Ana giper ham olindi. Bizga 126 tanga bu, egam bu. Va menga qaysi narmanli birovlarga skin olamiz. Drako olamiz ham. Qani? Mana qarang. O'sh Drako. Mana. 10,000 tanga ekanda shuni. Normal skin-da. Menga arzon skin yo'q ekan. Faqat nega bor ekanki, mana bu hozirgi skin bor ekan. Graceful entrance. Mana sarqov berishdi. Hech qaysi yetmaydimi? Normal skindan. 130 tanga. Uy. Mana skin pizza. Mana pinzor. Dashni olamiz. Ana pingi bizdes. Nima kerak emas. O'ziyana mana ko'rdinglar, Brawl Pass ochdik. Biz normalniy bo'ldik. Brawl Pass ochdik, mana ham sovg'alan ochib chiqdik. Va normalniy narsa bo'ldi va bizga 20,000 tadan ko'p tanga va 11,000 tadan ko'p star power va 34,000 ta pulin yig'ildi. O'zinglar ko'rdinglar. Endi menga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda unda drakonimni max qilamiz-da. Yani challenge ham yozib keta olinglar kommentga. Yani kanalga qo'shilib qo'yishni unutmanglar. Mana shu havola orqali kanalga qo'shilib olasizlar. Kanalga o'tib olinglar, chunki har kuni kechqurun turnir bo'ladi va turnirlarda yutuq ham albatta bo'ladi. Va hech qachon zerikib qolmaysizlar. Hammaga xayr, sizlar bilan Sarvarbek Gaming bo'ldi.